61-masala. Agar 200 gram mahsulot tarkibida 25 gram oqsil, 27 gram uglevod, 11 gram yog', 130 gram suv, 7 gram tuz bo'lsa, mahsulotning energetik quvvatini kilojonni belgilang deyilgan. Bu yerda faqatgina oqsil, uglevod, yog' parchalanganda organizm uchun kilojol energiya hosil bo'ladi. Suv va tuz parchalanganda energiya hosil bo'lmaydi. Umuman olganda ular parchalanmaydi. Shuning uchun energiya hosil qilmaydi. 27 gram uglevodni 17,6 kilojol energiya ko'paytiramiz. Sababi 1 gram uglevod 17,6 kilojol hosil qilsa, 27 gram uglevod 475,2 kilojolga teng bo'ladi. 11 gram yog'da 38,9 kilojolga ko'paytirsak, 427,9 kilojol energiya. 25 gram oqsilda 17,6 kilojol energiya ko'paytirsak, 440 kilojol energiya hosil qiladi. Jami uchala mahsulotdan hosil bo'ladigan energiya 1343,1 kilojolga teng. Javob esa